Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli millatdoshlar. Sizni shin ko'ngildan Qurban bayrami bilan tabrik etam. G'ayet kunlarında barcha musulmonlar Qurban shalla ham onu muhtojlarga, tugan tomashaga, ko'rshalarga tarata. Bu ibodat buyuk Ibrohim alayhissalomning sunnati. Tarixdan biz bilamiz, Alloh taolo ona uli Ismoil alayhissalomni Qurban keltirishga qo'sha. Rabbimizning bu emrini olar ikisi de bir so'zsiz bo'ysana. Şuşu taqvolik uchun Alloh ularning qurbanin sorik bilan olishtira. Bu voqeadan bizning uchun eng muhim saboq shul. Allohning rizoligi har shay ustun bo'lirga tegish. Nafs ham talaklardan bosh torta bilirga kerak. Rabbimiz kishilarga ko'tara olmasday sinovlar jibermi. Anga baratik bizning ixloslik kerak. Qur'onda bulay deyiladi. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Onlarning itlari da, qonlari da Allohga erishashak tugul. Anga sizdan baratik taqvolik qina erisha. Qurban g'ayati hojning tamomlanuunda xabar etdi. Eng baxtli musulmonlar hozir izga Makka yerlarida ibodat qila. Onda Tatarston hojilari da bor. Ularga hojni boshqarib chiqarga hem isen imin eyga eğlenip qaytarga tileybiz. Gaziz milletdoshlar, qardoshlarimizni bir ulushi g'ayatni maxsus harbiy operatsiyada qarshilay. Muhtaram musulmon harbiylari, vatanimizni saqlovchilar, agar da bizni eshitasiz ekan, sizga o'zimizning ixlos salomlarimizni jiberamiz, ham bayram bilan qutlaymiz. Biz sizning uchun har vaqt duoda, Allohdan sizga yaqinlov, ham jingu so'rab turamiz. Hurmatli jamoat, Alloh taolo shalg'an qurbonlarimizni, igilikli amallarimizni ham duolarimizni qabul etsin. Yurtlarimizda barakat ham iminlik bo'lsin bayram bilan.